Kapon menga aytmasdan bunaqa sayohatdan ketib qolish majbur bo'lyapti, a? Qishloq uzr so'rayman. Sababi senga aytmaganim uchun. Chunki juda ham tez bo'lib ketdi. Bir pasga shuni bilet zakaz qilib oldimda, tushunyapsanmi? Lekin yaxshi ish qilmading baribir, Kapon. Men san do'stim degandim, birga aylanamizmi degandim. Bo'lmasa bu safar borki, san kelgan payting men ketaman, bo'ladimi? Ko'rasan. Ha, mayli, mayli, bo'laveradi. O'zing bilasan yana. Mana shu uyimga qarab tursang bo'ldi. Xo'p. Barcha salom bo'ladi. Mana Sim Kompot va mana video roligimga ham xush kelibsizlar, obunachilar. Bugun biz nima qilamiz? Bugun biz короче, nima desam bo'ladi? Sayohatga ketmoqdaman. Ha, obunachilar, bugun men hozir samolyotga o'tiraman-da, sayohatga ketaman. Lekin juda ham kechikmoqdaman. Hozir tezroq aeroportga bormasam bo'lmaydi. Hozir birinchi o'rinda shaharga boraman va hozir keyin aeroportga o'taman, obunachilar. Umuman kechikishim umuman mumkin emas, obunachilar. Agarda kechiksam, barchasi barbod bo'ladi. Xo'sh, mayli bo'lmasa taksistga telefon qilaychi. Yaxshi. Tezroq kelsa ekan bu taksistam. Kelish ham juda ham qiyin bo'lib ketdi-da, obunachilar. Mayli, nima bo'lganda ham. Okey. Xo'p, obunachilar, mana biz o'zi aeroportga keldik. Yaxshi, tezroq juda ham kechikyapman. Qani, 4-bo'lim, 4-bo'limni topishimiz kerak, obunachilar. 4-bo'lim qanisan kechikdim. Obunachilar, вообще taksisam. Mana 4-bo'lim. Assalomu alaykum, o'tkazing mani. Janob, siz kechikkansiz. Men sizni o'tkaza olmayman. Nimaga? Yo'q, hozir samolyot uchib ketadi. Tushunmadim. Mani o'tkazing, men kirishim kerak. Yo'q, bo'ldi, kechikib bo'ldingiz. Endi o'tolmaysiz. Axir men atigi 5 minutga kechikdim-ku, hozir uchib ketyapti-ku. Ana shu uchib ketayotgani uchun sizni kirita olmayman, tushunyapsizmi? Voy, sizdimi? Mayli, obunachilar, barchasi barbod bo'ldi mani sayohatim. Qani endi qishloqqa qaytmasam umuman bo'lmaydi, obunachilar. Hech bo'lmaganda shaharga aylansam ekan. Yo'q, hozir hammasi barbod bo'ldi. Ana endi boru, umuman shaharga aylanishga ham odamni bir ko'ngli bo'lmayapti, nima edi, kayfiyati bo'lmayapti, obunachilar. Voy. Mayli. 5 minut kechiksa ham shunchalik ham kiritmaydi. Men juda ham hayronman. Bu aeroport xodimlari juda ham muomalasi yomon ekan. Ya'ni meni kiritishmadi. Juda ham xafa bo'ldim-da. Mayli bo'lmasa ketdim men qishloqqa borganda ko'rishamiz, obunachilar. Hozir men bu yerda hozir video olib o'tirmayman, to'g'rimi? Ha, to'g'ri-da. Mayli bo'lmasa zumratib qo'yaman. Hop, obunachilar, mana yaxshi. Hop, 7 ta zumratim qolibdi. Janarsan, mayli. Atigi bu qishloqqa 1 soatmi, 2 soatmi bo'lmadimi? Mayli, nima bo'lganda ham yana o'zimni qishlog'im, jonajon qishlog'im, ana endi o'zimni ishlarimni qilaman. Mayli, hoppa, eshikni ochaman. Yaxshi qishloq yo'q ekan demoqchi edim. Oh my god. What is that? Bu nima bu? Obunachilar? Bu nimaligini kimdir tushuntirib beradimi menga? Tushunmadim men. Kim bu narsani qurib ketgan bo'lishi mumkin? Qishloq qurib ketdimi? Men qishloqqa aytgandim-da. Xo'sh, mayli, qishloqqa bilan bir gaplashmasam bo'lmaydi. Tushunmadim. Obunachilar, bu hozir nima bo'ldi? Hozir yo menga gallyutsinatsiya bo'ldimi yoki nimadir bo'ldi. Mana shu teshikda hozir men devorning narigi tomonidan narsa ko'rdim. Mana shuni uzun narsa o'tib ketgandi. Tushunursiz, menga nimadir bo'lyaptimi yoki meni mazab qochyaptimi, obunachilar? Hey. Ana bu nima edi, men bu yo'l menga yomon ta'sir qilishi shekilli. Qishloqqa chaqirdim. Qishloqqa davay uyingga kiryapman, hozir to'xtab tur, men seni ko'rsatib qo'yaman. To'xtaylik, obunachilar, yana bir marta qarab olaydi. Qanday san? Qandaymisan? Jilmasan san? Deydi-ku, obunachilar, hozir men bu qishloq bilan gaplashmasam bo'lmaydi. Voy, qishloq uyimga nimalar qilib qo'yding? Nimalar qilib qo'yibman, ishtimon bo'lgan yo'q-ku. Uyga kirganim yo'q, chiqib ketganimdan beri. Qarasan, nimadir bo'layotibdi, men sehrgarlikmi nimadirlar bo'layotibdi. Mana bu yoq qaramasam bo'lmaydi, vobshetam. Qishloqqa nimalar qilib qo'yding? Buni men qilganim yo'q. Bilmadim, men chiqishimdan oldin bu narsa yo'q edi. Ko'zing qayerda edi? Mana uyimga kim kirdi, kimdir kirmadimi, nimadir qilib. Ko'rmadingmi? Uyga hech kim kirgani yo'q, inson, men qarab o'tirdim-ku. Bo'lmasa nima, kim buni qurib ketgan bo'lishi mumkin? Sehrgarlik bo'layotib, tashqarida hech nima ko'rinmayapti. Rostmi, bilmayman bu. Endi bu muammo emas-ku. Hamma senga ishongandim, ketay olimdan. Obunachilar, hozir qani mayli. Ichkariga kirib, nima yo'q, bir ko'rmasak bo'lmaydi, obunachilar, men qaranglar. Bu yoki kirmaganim yaxshimikan? Men qaranglar, bu yerga sig'ib bo'lmayapti. Yaxshi. Obunachilar, mayli, unga xavotir yo'q bizada, chunki juda ham zo'r fikrim bor. Ya'ni menda kichaytiradigan konfetlarim bor. Ha, kichaytiradigan va kattalashtiradigan, obunachilar. Ha, mana bu yerda turibdi. Okey, mana ikkita konfetlarni olib olamiz. Yaxshi, normalniy. Mana endi men blasterda olamiz. Har ehtimolga qarshi, obunachilar, yana kimdir bo'lishi mumkin. To'g'rimi, obunachilar? Ha, albatta to'g'ri.
Xo'sh, ana endi mana shunday qilib oppa kichkirayib olamiz. Oppa normalniy, ana endi shunday sakrab o'tamiz. Kim buni qurib ketgan bo'lishi mumkin? Juda ham g'alati ekan boru. Mayli, mayli, nima bo'lganda ham xo'p tezroq kirib, nima bo'lganini hozir aniqlik kiritib olishimiz kerak. G'alati. Mana bunday qilib o'tamiz. Oppa normal. Oppa mana shunday qilib o'tamiz. Oppa. Kimdir bormikan? Qip-qizil yer. Qo'lingni ko'tar demoqchi edim. Tushunmadim. Nima? Bu yer qanaqadir menga tanishda. Bu yer qanaqadir tanishda, kimnidir uyida obunachilar. Bu yer kimnidir uyi. Tushunmadim. Barcha buni qaranglar. Mana bu tenti bilan qaysi anov uylarni yo'q qilishni ko'rsatib qo'yibdi. Sanimi? Buni qaranglar mana. Barchasini portlatib yuborish deb yozilgan ekan. Ya'ni yo'q qilib yuborish deb yozilgan ekan. Bu menimcha barcha porox va qumlar to'xtaylar. Men o'ylagan odam bo'lmasin. Bu Grifer bo'lish kerak, Grifer kelib qolmasa bo'lish qilib. Ana endi borki mana shu qishloqni yo'q qilib yuboraman, portlatib yuboraman. Mayli, tezroq pastga tushaydi. Bu yerda tezroq yashirinishim kerak. Qanday qilib yashirinsam ekan, mana buni buz, davay tezroq buz. Qip-qizil. Men bu blokni qaranglar-da, mayli. To'xtanglar, qanaydir qilib. Shosh, yaxshi. Uyimga tushib qoldi. Bombani aktivlashtiraman. Tezroq mana bu yerda yashirinishim kerak. Mana shuni tezroq buz. Davay, normalniy. Obunishlar вообще umuman olmabmanda o'zimga nimaydi kelka-pelkami deydilar-yu. Oppa normalniy mana shuni qo'yib qo'yaman. Ana endi yashirinib kutib Ana endi mana buni aktivlashtiramiz va qishloqda yo'q boramiz. Oppa normalniy nastroykalar qilib okey. Yaxshi, ana endi ajoyib. Men sekundamerga qo'yib qo'ydim. Obunachilar buni tezroq to'g'rilamasam umuman bo'lmaydi. Nechidir sekundlardan keyin qishloq portlab ketishi mumkin obunachilar. To'g'ri. Xo'p, qanday qilib? Hali ham tepada ekan bu. Xo'sh, nimadir o'ylab top, kompot. Men chapa qo'yib qo'ydimki, mayli hech qisi yo'q. Xo'p. Bu qanaqa tenta ekan o'zi? Xo'sh, nimadir qilishim kerak edi. Xo'p, yuqoriga yoki uni yo'q qo'rsam ekan. Yo'q, qanaqadir qilishim kerak ekan obunachilar. Xo'sh, o'ylayapman. O'zi bu qanaqa tenta ekan? Tushunmadim. Obunachilar, bu men o'ylagan tentami ekan yoki yo'qmi ekan? G'alati. Hozir to'xtanglar-da. Bu portlaydigan juda ham qattiq tenta bo'lsa kerak. To'xtanglar, yuqoriga chiqib bu tentani hozir boshqacha tenta qilib qo'yamiz obunachilar. Qanaqa deydiganlar bo'lsa hozir ko'rsataman. Xo'p, birdan o'zimizga kelamiz katta bo'lib, normalniy. Ana endi obunachilar. Hozir men mana shunday qilaman deb, men bu tentani ajoyib tentaga anov qilamiz obunachilar. Nima edi? Aylantiramiz. Ya'ni nima desam bo'ladi? Olmosli tentaga aylantiramiz. Obunachilar. Sizlar to'g'ri tushunganinglarda olmosli tentaga aylantiramiz bu TNTni. Oppa normal, endi mana shunday qilib quramiz. Ana olmosli tenta bo'lib qo'ydi. Ana endi hozir buni almashtirib qo'yamiz-da, korachani o'yinga qo'yib. Xo'p, mayli. Nima ham derdim, bo'lmasa mana bu yerga bunday qilamiz-da, yana kichkina bo'lib olamiz. Ana endi ichkariga kirib olamiz. U Grifer hali bu qishloqda umuman yo'q qila olmaydi. Yaxshi, oppa normal. Ana endi ehtiyot bo'lamiz. O'zimga kelaman-da. Ana endi mana bu yerga qo'yaman-da. Mana shunday qo'yaman-da. Mana shunday, mana bu yerga mana shunday tezroq buz. Oppa normal. Ana endi mana shu yerga blokni qo'yib qo'yamiz, bilintirmaydigan qilib. Endi mana shu yerga yashirinib o'tiramiz obunachilar. Qani kelarmikan? Yaxshi. Boriq-moriqlar hammasini tiqamiz-da, hozir portlataman. Hop, 3 2 1 davay. Hozir portlaydi. Let's go. Qishloq yo'q bo'ldi. Tushunmadim. Davay tezroq chiqish kerak. Oppa normal. Grifer nima bo'ldi, ha? Ay, san kompozi ketmaganmiding aylanishga? Yo'q, hozir men seni aylantirib qo'yaman, oppa normalni. Yo'q qo'rdi. Yaxshi, endi mana bu yuqoriga chiqishimizdan kerak. Juda ham ana qorong'u bo'lib ketibdi. Oppa normalni. Obunachilar buni qaranglar, barcha qishloqqa to'xtaydi, qishloqni bir ko'raydi. Obunachilar. Qishloqni qaranglar, qishloq bor, men bu olmosdan bo'lib qolibdi. Ko'pgina yerlari bularning barchasini olishimiz kerak obunachilar, sababi endi to'g'risi ham obunachilar, endi barchasini bitta olib qo'yaylik. Endi merga chaqiramiz ham, bularni hammasini to'g'rilab qo'yadilar. Janob merimiz, ko'rdinglarmi? Mana bu Grifer umuman portlatib yubora olmaydi bizni qishlog'imizdan, chunki har doimgidek kompot bor. Ko'rdinglarmi? Barcha narsa yaxshilikka bo'lar ekanda.
Mayli. Bo'lmasa bularni barchasini olamiz. Zep, qani endi nechta bo'libdi? Oho, to'rtta bo'pti. Mayli, xayr, sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.